Keyingi mushkerimiz albatta bu qo'shni mamlakat O'zbekistondan kelgan mushkerimiz Anarov Jamshid Ko'kburchga chaqiramiz. O'zbekistondan kelgan yosh mushker Anarov Jamshid Ko'kburchga. O'zbekistondan kelgan yosh mushkerimiz Anarov Jamshid Ko'kburchga kelamiz. Jana shundayla Qirg'izistonning otini borib chiqargan bu yosh mushkerimiz Qayratova Aybek qizni boshqa chaqiramiz. Qirg'izistonning otini borib chiqqan mushker Qayrat o'g'li Aybek. Yosh mushkerimiz Qayratova Aybek qizni boshqa chaqiramiz. Kırgızistan'dan altın korkup çıkıcı yosh mushker Qayratova Aybek bir gol çalıp olmayan isterim. Kırgızistan'dan namusu bulup çıkar. Qayratova Aybek giriş. Biz mushkerlerde tanıştırıp başlayız. O'zbekistondan kelgan yosh mushkerimiz yoshi 20, bo'yi 1.75, salmog'i 61, sport klub Adilxon MMA, trener Adilxon Kamolov, Anarov Jamshid O'zbekistonlik mushker. Jana shundayla Qirg'izistondan otini jada qalsa namusin qo'llab turgan yosh mushkerimiz yoshi 21, bo'yi 1.70, salmog'i 61, sport klub Taymuras, trener Aqbayev Avaz, Qayratova Aybek Qirg'izistonlik mushker. Jamshidni ishlasam. Давай. Aybek, давай, Aybek. Ama tekrar ama. Oyoqda ishlama, yuqorichi. Hurmatli sport suyuvchilar, kelingizlar, oldinga chiqmaysiz, o'rtalikda chiqmaylar. Barliq kelgan qo'noqlarimiz to'liq ko'rsa kelingizlar. Otilib borma. Qama. Quloq просто meni eshitsin. Qama. Ana şaştık var. Evet. Emas Jamshid. Mutlağını var. Şaştık var. Sizlar Jamshid.
Hurmatlı spor suyucuları, iki muşkerimizi kolluq qo'shib turamiz kelingizlar. Sizlarning qutlug'ingizlar, iki muşkerga kuch bo'lsin kelingizlar. Qirg'iziston, O'zbekiston qo'llab turamiz. Voltar koysana. Spor suyucuları, sizlerin ançalık olursunuzlar şu iki muşkerge teng kuch bo'ladi kelingizlar. Qo'llab turamiz iki muşkerda. Azamazlar, davul shunday qo'llab turamiz. Sizlarning qo'llag'ingizlar iki muşkerga albatta kuch bo'ladi. Молодец. Ozgina qoldi kontrol qilamiz. Ozgina qoldi kontrol qilamiz. Round bitti. Round bitti. Round bitti. İkinci roundda dayanamaz. Minusdan kelishlar, qo'lga tiramov qol. Hurmatli spor suyucuları, bu yerda Qavuslar tovuğunun kengeshiminin biz jenguvchi deb tavuvchi inson bo'lib ketdi. Anarov Jamshid, O'zbekistondan kelgan mushkar. Janob shundayda bu iki mushkar Xudoy buyursa O'roz oyidan keyindan bo'lsa bir shunday bo'y uyushtiramiz deb chetishdi. Aldiqdan O'zbekistondan kelgan buni o'zida bir gol chapala. Jengish qutlug' bo'lsin. Manlarga xos. Mangu Sayın Tavşin